Osh qaytadi, osh nahlat, bermadi. Kecha yo'q, mana bitta ichida. Zakaz qilish kerak oldi. Bitta 600 grammdan yetadi bizga. 600 grammdan deyapti. Yarim kilo 600 faltiz o'ynamayapman. Odam boshi ham. 600 Nima olet? 500 bo'ladi, yarim kilo. Kerak yetmaydi. Ha 500 bo'ladi siz aytasiz yarim kilo. Ol tortamiz, suv qo'ydik. Nima tortasiz? Ayoq. Nima ekan? Yemaydi bunda. Mahmalda. Kulasni qanday suzib biladi? Suzib biladi. Tepa ketyapti. Torlikka. Bo'ldi, chunki olib kelasan ham biladi. Torlik. Sen kalla ham bormi? Kaçarıma nasıl olup? Tisana be. Ha doğru mu şey? Tamam, hayır, tisana be ben ya. Şunu uzatsak. To'xtab turing Otabek aka. Otabek. Bo'ldi. Laska to'xta be. Bo'ldi. To'xtang, bo'ldi, tamam. Bo'ldi. Tuk. Ochiq. Bo'ldi. Bo'ldi. Bo'ldi, tamam, bo'ldi. Tayyor shiperga. Rekamiz bo'lsa. Bir isim ketadi. Urmagan shunga, bitta urgan. Urganimiz yo'q. Yo'q, men o'lchab urdim-da. O'shani o'zing urgan. O'rlaska bitta. Laptop. Rikan yedinglar, nima qildinglar? Rishnisi bilan olib kelmading. Topga polga oldik. Shiperga olmadik-ku. Shuni qo'limga ushlab olay. Ha, ana. Strapela yetdimi? Sarapila. Ha. Mana. Qaytdi. Bo'lami? Endi bundan baland qilsak ham bo'lmaydi. Mana yo'q-da, bu bo'lsa edi, hey, ana unday qilaydik. Qaysi bo'lsa? Mana bir. Mana bir bo bersaydi. Bermadi, biz o'sha buni hisoblaymiz nima? nima? Hisobladik-da. Sen katta joy bo'lamiz. Uchta strapel ortib qoldimi? Tepasiga qara. Buni yutib turibsizlar-ku. Buni yutib turgansizlar. Bittasini kesganmiz, ha. Hey, tayyor qo'ydik. Iskilar qo'ymaysizlarmi? Yo'q, mana undan chiqqanni qo'yib nima qilamiz? Kaltani. Salom. Metr qilib bittasini kesuvdik-ku. Kaltani qo'yib bo'lmaydi-da. Oshga borasizlarmi? Kim qilib beradi? Kim qilib beradi? Sukaymi? Kuyovizda. Sukuri. Ha, yo'q. Darmet deymi? Nima desangiz? Qilig'ini ko'rdingizmi hozir? Unday qiladi.
ber deganim endi yo boshqacha. O'rtacha hazillashaman, xafa bo'lmang. Tak. Bunday qilamiz. Izraeldan bir akamiz bilasizlar, nimada video chiqaruvdi o'sha akamizga Izraeldan turib bir akamiz, ismini aytmang iltimos dillar. O'sha akamizni g'oyibidan bersin akamizni ham. G'oyibona nima qildilar? Yashasın. Bizga bilasizlar, Hazrat akani chiqaryapti, bellari, umurtqalari operatsiya bo'lgan, shu akamizga da pul tasharlar hamda ustalarga bitta iftorlik qilib bering otajon deb aytdilar. Qilib beramiz, hozir pul qolsa yana rekam bir narsa olib kelamiz. Qolgan puliga nasib bo'lsa Alloh nasib qilgan. Buni olib tushaman, jo'ra suv to'kilsa qo'yamiz. Biz bunday qilamiz. Hozir o'sha kunga oshga boramizmi? Zo'r ekan, ha? Zo'r. Telefon nomeri bormi? Test qiling. Rasm tushirib oldim. 88 585 88 85. 88 585 esingizda qolsin. 88 585. Matcha uzatasiz. Tush bo'lmasa, yomg'irga qo'matani chapga qo'yasan. Ye, aytdi bumi? Yo'q. Ne o'zimda tushasan mana yog'ochlarni. 88 585 88 85. Mana bor ekan. Lisam bilan qo'yamiz. Necha kishi biza? Siz borasiz. Borasanmi Laska? Oshga. Elbekchi. Elbek yo'q. Ketgan. Elbekga. Boradi. Elbek yo'q. Aynan borsam oshga kecha bo'lmadi. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? 6 ta. Yangilan boram. Ya qarang, ana osh zakaz qilmoqchi edingda iftorga. Ha. 8 kishi. Yo'q, tugadimi joy? Biz o'sha kun reklama qilib yubordik, shunga zayn bo'lib qoldi sizlardan keyin. Yurakka boramiz. Qaqqa? Hamma joyga bor. Deya bular zo'ritda. Saboy aytsa bo'lar lekin, ha? Bahodir ham nom beradin, osh. Ha, bo'ldi, tushunarli. Ha, bo'ldi, bir nima qilaylik, telefon qilamiz. Rahmat. Singlim, mayli, xo'p. Mana. Nasib qilmagan ekan, lekin zo'r osh ekanda. Mana uloq go'sht. Uloq go'sht? Ha. Mayli, joni sog' bo'lsin. Shashlikmi, uloq go'shtmi? Nima farqi bor? Endi ro'zador shashlik yemaydi-da. Yo'q, uloq go'shti. Shashlik har doim yeysiz. Shashlik bu. Odda sizdan bir nima deng? Ayting, kamerani orqasida ham gapirish kerak, ular. Uloq bo'ladimi? Ha? Tashlaymi o'zimni sheydan? Tashlang. Ha? Tashlang o'zingizni. Tashlaymi? Oting. Yomon nirim chiqibdi hozir. Tashlang, chelak poyg bo'lasiz. Ha? To'g'rilab qo'yayman. Hali qittalab. Yo'q, men to'g'rilayman. Unday bo'lmaydi. Razmerga olamiz. Ketdi, yurtdoshlar layklarni bosinglar. Xudo xolasa Izraellik akam nomidan bitta iftorlikcha bo'lar yigitlarimiz. Ketdi. Kelinglar. Bormaylar. Iftorga do'yman aka. Iftorga bilamiz. Sazan yeysizlarmi? Sazan yeysizlarmi? Gap. Qaysiz o? Men bilmayman endi. Qaysilar demoqchi? Bizga farqi yo'q. Sazanlar nechi pul aka? 85 ming. 85 ming? Kilo tozalangan, ha? 85 ming. Qo'rilgan. Qo'rilganmi? Qo'rilgan 85 ming. Qo'rilgan 2 kilo qo'la. Ha, qolmaydi. Ichkari kiraveringlar. Kilo 85 ming qarang. 4 kilo. Sakkizlik. Yarim kilodan 4 kilo. 4 kilo bo'la. 5 kilo. To'g'ri, okey. To'g'ri. O'yindan qaroqlik so'raydi. O'tayman. Puli o'rinsan? Bo'la. Botinsan.
oq muzlaganroqmi deyman? Yo'q, endi qalilincha turibdi-da. Ha. Qalin qo'ymasa saqlab olmaydi. Mikrofonimiz yo'q, to'g'ri tushunasizlar. Ovoz shuni eshitib olasizlar. Kelinglar mana, yigitlar joylashib olsin. Nasıl kelaman? Nima qilish kerak? Yana bitta bezak deydilar. Bitta divan qo'shib beraman aka. Ha? Divan shuna bir. Ya, qo'shib berasan. Burchak. Bega odamlar halol deb qo'yaman deyman. Nuqta qaytib. Qo'shib bersangiz, to'g'ri. Ha, shunday qiling. To'g'rimi? Ha. O'sha qo'yinglar. Biz razlik. Mana stullar ham bor ekan-ku. O'zlar kelaman dedim, nima billaylar, mana qildilar. So'ramadinglar. Keladi. Shular. Ana bakayım. Bu nasıl bir kes? O'ting dollar. Oldash o'ting. O'tinglar. Qani, shu erkakka qani? Qani? O'zi shunga yetadi. Ha, yetadi. Demaydi, shu erkakka keladi. Bahodir keladi. Mizza keladi. Muzdaga keladi. Ayting dollar. Umid keladi. Ular homiy ko'rsin. Zero-da. Zero kim eshitdilar? Izroilli ukamizga ham rahmat, omadini bersin, Allohim biriga ming bersin, yuzlarga kiraversin, ana shunday ehson qilib tursin. Samarqanddan ekanlar. Samarqand emas. Samarqanddan Bahodirjon keling. Iftorlikka xudo xolasa aziz do'stlar. Suvoq kelgan bratishga. Yana bir oqidan. Kamdir, Kam. Yana bir oqida olib keling, shuni olib keling. Yarim soat bor. Bezgaz suvdan 34 minut. 35 minut bor ekan hali. 35 minut. Ha, shundan so'ragan shundan. Urinlashi bir oddiy suv. Mana besiz. Ha, shumi ha bo'ldi. Baliq aytding. Non, choy, sovg'iz. Ha, Non ishlab keladi hangi? 3 ta kiloni. nona. Bahodir. 3 ta buxon kam. Bo'lami 3 ta buxon? Yana olib kelaveradi. Yana 4 ta olib kelib, qolganini olib ketamiz. Ustalar ishlayapti uyda. Sovg'izni ishlab keladi aka. Hovuzmi? 8 ta kiloni. Nechta? 8 ta. Iya. Kichkina. Bitta aytadi. Bir 5 ta olib kel. Bo'ldimi? Salat kerak emasmi? Salat yeysizmi? Yemaysizmi? Xurmoying yo'qmi? Burma olib kelsan. Okey. Xurmo olib kel. Nozocharga. Og'iz ocharing, ha. Xurmo bilan yaxshi ketadi. Xurmodosh. Endi hozir hamma ro'za tutgan yurtdoshlar. Bitta oddosh oshqozon og'riyapti ekan. Har yarim soat ko'rsin. Lekin qaranglar, mana Allohning bir amri bilan dollarga umrida birinchi marta tutyapti. Mazza qilyapsiz-a lekin. Yosharabdilar. Chunki ro'za gap borli qayta. Qarang, ro'zanicha shukur qilgan bo'ldimda. skuter qayerdan keldi? O'zi shu ayron. Bittasi taylab ketdi. Berasiz, sota oldim dedi. $300 taylab ketdi. Aha. Beraverasiz dedi. Pul tushgan paytida. Xuddi joni sog' bo'lsin. Qaytarib olib qo'ymasa bo'ldi. Dolmaydi. $300 oldi. $300. Avans olib ketdi. Ishlab. Shundan chiqib 300 odamlar olarmanda shu ish tugasa. Tugadingcha. Nasib ishga turkalar. Steskala, Stashka, patalor. Qarasiz. Shundan o'tsam bo'ldi. Yo'q, ro'zada turibmiz, yana bironta ehson chiqarib qo'ylar ustalarga. Podval bor ekan dedi. Ana layklarni bosinglar yurtdoshlar. Baliqlarni ham hozir ko'rasizlar. Biz bitta chiqib bilan hisob-kitob qilaylik.